Assalomu alaykum aziz mening ijodimni muxlislari. Hozir sizlarning e'tiboringizga 2005-yil 26-oktyabrda jiyanim Kozim hoji Ziyoiddinovning xonadonida xatmi Qur'on qilinganidan keyin qorilarning juda chiroyli tilovatlaridan ta'sirlanib yozilgan qorilarga madhiyamni o'qib eshittirmoqchiman. Bu hayot zulmat esa nurli chiroqdir qorilar. Yo'ldan ozganlar uchun go'yo mayoqdir qorilar. Hofizi Qur'on bo'lib bulbuldek aylarlar navo, haq so'zin favvoradek sochgan buloqdir qorilar. Tangridan ayru tushib ko'ngil ko'zi ko'r bo'lsa kim, dil ko'zin o'rniga ko'z nurli qaroqdir qorilar. El aro odam sifat shaytonni bo'ynin uzguchi, dini islom qo'lida kuchli yaroqdir qorilar. Tangri qaysi bandasin qalbini ochsa oshino, Tangri la'nat aylagan zotdan uzoqdir qorilar. Keksayib ilm olgani kimniki holi qolmasa, yonida haq so'zidan jonli saboqdir qorilar. Bu ziyodek ojizu nodon dilin yashnatgani, haq so'zin yomg'ir qilar abri ilohdir qorilar.